Assalamu alaykum qimmatli do'stlar. Fikir Ambri YouTube kanalımızga hoş geldinglar. Bu yil beshidan boshlab kanalımızga Kitap Javhiri nomli sahifamiz qo'shildi. Bu sahifamizda dunyoga taniqli kitoblarni yig'inchoq va meg'izli holda javhirini anglitishga tirishamiz. Sizlarning ko'plab manfaat ilishinglarni umid qilamiz. Bugungi so'zlaydigan kitobning ismi Kambag'al dada va Boy dada. U intayin klassik bir moliya boshqarish kitobidir. Mayli siz odatda moliya boshqarishga ko'ngil bo'ling yoki bo'lmang, siz bu kitobni anglagan bo'lishingiz mumkin. Bu kitob 2000-yillarda nashr qilingandan buyon, u da 18 oy mamlakatlik taniqli kitoblar tizimligida birinchi o'ringa tizilgan. Keyingi oylarda asosan oldingi 10 ning ichidan o'rin olgan. Hozirga qadar bu kitobning setilish miqdori yanada eshiyotidir. Cho'g'lama setilish miqdori 30 millionga yaqinlashgan. U 109 davlatda tarqatilgan va bir avlod kishilarning moliya boshqarish uqumini asosan degidek o'zgartirib o'tgan. Bu kitob nimishqa shuncha olqishga erishidi? Birinchisi, u haqiqatan yaxshi yozilgan bir kitob. Odatdagi moliya boshqarish kitoblarida asosan murakkab son sifir va har xil diagrammalar bor. Sizning o'qib tushunishingiz uchun oz deganda ozroq saviyangizni bilish talab qilindi. Ammo bu kitob bunday emas. Tushunish nihoyat oson. U asosli kishilarning moliya boshqarishda ko'p uchraydigan xatoliklarni o'zgartirish uchun yozilgan. Shunga savodli kishilar uni osonla o'qib tushuna oladi. Yana bir muhim sababi shuki, bu kitob nihoyat dramatik bo'lib, u avtorning shaxsiy kechirmishlaridan o'zgartirilgan. Kitobda butunlay o'xshamaydigan ikki xil qum o'zaro so'qishtirilgan. Shunga xuddi kino ko'rgandek haqqoniyat va razillik o'zaro so'qishgandek, oxirida haqqoniy taraf qozongan. Yozilish uslubi nihoyat jonliq va qiziqarli. Bu kitobning avtori Robert Kiyosaki bo'lib, u aslida Amerikadagi odatdagi o'rta burjua oilasida tug'ilgan. Boshqalarga o'xshash, u mu odatdagi maktablarga berib, an'anaviy ma'rif sistemasida o'qigan. Ammo boshqalarga o'xshamaydigani, uning ikki dadasi bor. Biri uning biologik dadasi, ya'ni o'z dadasi. U yuqori ma'lumotli ma'rif amaldori. Uning olgan ma'rifi intayin yaxshi. Intayin aqlliq doktorlik unvoniga erishgan hamda Stanford universiteti va Chicago universitetida o'qigan. Boshqalarning nazarida u yuqori darajalik ziyolilarga mansub. Muqim xizmati bor, muqim maoshi bor. Moddiy g'imi yo'q, ko'pincha kishilar orzu qiladigan turmushda degidek yashaydi. Yana bir dadasi bo'lsa, uning yaxshi do'stining dadasi. Bu dada to'liq o'tir maktabni bitirmagan bir korxonachi. U bir savdogar. Cho'nqur bilimi bo'lmasmi, ammo intayin yaxshi moliya boshqarish mahoratiga ega. U kichik vaqtida doim ashu yaxshi do'sti bilan o'ynaydi. U do'stining dadasi uningga o'z o'g'ildek muomala qiladi. Ularni tarbiyalaydi. Robert birla vaqtda ikki xil dadaning o'xshamagan ikki xil ko'z qarashini qabul qilganda ziddiyatlar paydo bo'lishga boshlagan. U bu ikki xil dadaning o'xshash bir ishga butunlay o'xshamaydigan ikki xil ko'z qarashda ekanligini bayqagan. Ular pul va qimmat qarashida butunlay o'xshamaydigan ko'z qarashda edi. Garchi uning o'z dadasi boshqalarning nazarida xil saviyalik bo'lsa-mu, ammo u dadasining umr bo'yi puldan ansirab kelayotganligini, har xil chiqimlar bilan aldirash ekanligini, ba'zida vayron bo'lish xavfiga kelib qolganligini biladi. Odatda u pek aldirash bo'lib, oilasiga vaqti yetmaydi. Shundaqdimi u yanla iqtisodiy ahvolni o'zgartira olmaydi. Shunda deyishga bo'ldiki, u butun umrini pul masalasi uchun atagan edi. Do'stining dadasi dal aksicha bo'lib, uning oilasidagilar bilan birga bo'lgan vaqti jiq edi. Shuning bilan bir vaqtda u yana necha 100 million dollarlik mol-mulkning sohibi edi va Chicagodagi eng boy kishilarning biriga aylangan edi. Bu ishga reallik uning oldida turganda, Robert cho'qim birini tanlash kerak edi. Albatta, u egilik tikliguchi dadasining qimmat qarashini tanlaydi. Natijada bir necha yildan keyin u o'zi nihoyat boy odamga aylandi. O'zi orzu qilgan hayotni boshdan kechirdi va iqtisod erkinligiga erishdi. O'z dadasiga o'xshash bir umr pul uchun hayotini taqdim qilishdek xatolikdan saqlanib qoldi. Undaqda bu boy dadaning qimmat qarashi nima? U Robertga nimalarni o'rgatdi va bu uning taqdirini qanday o'zgartdi? Hozir men bu kitobdagi ikki dadaning qimmat qarashidagi farqni va boy dadaning Robertga bergan ikki darsni so'zlayman. Birinchi qismi. Oldi bilan biz Robertning ikki dadasining qimmat qarashidagi o'xshamasliklarni so'zlab o'taylik. Amaliyotda bu ikki dada intayin aqlliq va nihoyat jafoliq ishlaydi. Ammo ularning asosiy farqi shuki, ularning puliga bo'lgan pozitsiyasi butunlay boshqacha. Uning o'z dadasi oliy ma'rifni qabul qilgan bir doktor va hamisha oshko'zlik barliq yomonlikning yildizi. Shunga kishilar tejashlik bo'lishni bilishi, nafsini kontrol qilishni bilishi kerak deydi. Ammo yana bir egilik tikliguchi dadasi bo'lsa, namratlik barliq yomonlikning yildizi. Namratlik kishilarni yomonlikqa undaydi va yaxshilikdan uzoqlashtirdi. Aksicha
Bilishçe, boylar texmi ko'p kishilarga yordam bera oladi va dunyodagi rezilliklarni saqlang'ili bo'ldi deb qaraydi. Uning o'z dadisi o'g'liga alohida qimmat bog'liq buyum olmoqchi bo'lganda doim "Mening buningga qurbim yetmaydi" deb ilib bermaydi. Uning korxonchi dadisi bo'lsa, uning bunday gaplarni qilishni qat'iy cheklaydi va bunday o'ylashiga yo'l qo'ymaydi. U hamisha Robert va o'g'liga "Agar men bu narsani setib olmoqchi bo'lsam, qanday qilsam pul tepib ola olaman?" degan savolni qo'yadi. Qarang, bir dada odatda xitob jumlalarini qo'llanib ololmayman debla barliq tafakkur qilish va izlanish fursatini voz kechdi. Yana bir dada bo'lsa, doim savol jumla orqali masalalarni hal qilish chorasini izlandi va masaladan qochmadi. Bu ikki xil tafakkur usulining uzun muddatlik ta'siri ostida o'z dadasi hamisha kalla ishlatmagachga moliya iqtidori kundan kunga tovanlab mangdi. Korxonchi dadasi bo'lsa, to'xtamay izlangachga moliya masalalarini hal qilish kuchi eshib mangdi. Xuddi biri kunda safada yetib televizor ko'rsa, yana biri fursat bo'lsa teshda yugurib badan chiniqtirgandeklar. Bu ikki kishining badan safasi albatta o'xshash bo'lmaydi. Uning o'z dadasi hamisha "Hukumat bak qo'ymichi, bizning maoshimizning 3dan 1ni boj topshirishga ilib oldi" deb qaytdi. Korxonchi dadasi bo'lsa, hukumatning boj yig'ishi to'g'ri, boj olmay turib qandami odil bo'lgan bozor muhitini yarata olamiz. Boj aslida tirishchan kishilarni mukofotlaydigan, o'rin kishilarni jazolaydigan qurol deydi. Ammo o'z dadasi har zaman mundaq deydi: "Sen cho'qim yaxshi o'qishing kerak. Shunda qilsanglar yaxshi xizmat tepib, yaxshi turmush kechira olasan." Qarang, bu biz ko'pincha ota-onalarning kichigimizni anglab kelgan yaxshi o'qish kerak, bo'lmasa keyin xizmat topa olmaysan degani bilan o'xshash. Korxonchi dadasi hamisha "Sen cho'qim tirishib o'rganishing kerak. Shundalar kelgusida o'zingning shirkatini qurib, boshqalarga nurg'un xizmat fursati yarata olasan" deydi. Qarang, bu ikki dadaning o'ziga qurgan nishoni butunlay o'xshamaydi. Biri qo'rqitish bilan "Yaxshi o'rganmasan xizmat topa olmaysan" deydi. Yana biri bo'lsa, umid bilan "Yaxshi o'rgansang texnik ko'p kishilarga yordam qila olasan" deydi. O'z dadasi tamoq ustida bo'lsa, pul to'g'risida paranglashga yo'l qo'ymaydi va jim o'tirib tomoq yeydi. Korxonchi dadasi bo'lsa, tamoq ustida bo'lsa, boshdan oxir savdo to'g'risida so'zlaydi. O'z dadasi pul xajlash to'g'ri kelib qolganda bak o'ylanib, xuddi bir pocha go'shtni kesib olgandek, xuddi bu pul endi qaytib kelmaydigandek his qilib ketadi. Egilik tikilguchi dadasi uncha ehtiyotchan emas edi. U Robertga xatarni kontrol qilishni bilishni, agar pul xatarni kontrol qilish doirasi ichida bo'lsa, dadillik bilan mablag' silish kerakligini aytadi. Talonlarga duch kelganda o'z dadasi hamisha pulni to'laydigan eng kech vaqtgacha kechiktiradi. Ammo korxonchi dadasi pulni oldin to'laydi. Hargiz vaqtni o'tkazmaydi. Chunki vaqt o'tib ketsa, ham jarimonasi bo'ladi, hamda o'z inoatiga ta'sir etadi deb o'ylaydi. Uning qarashicha, ozroq jarimonimi nihoyatda cho'ng, zarur bo'lmagan chiqimlar hisoblanadi va buni uning moliya boshqarish iqtidoriga qilingan haqorat deb qaraydi. Uning o'z dadasi hamisha hukumatning kishilarning ehtiyojini qondira olishiga ishonadi va o'zining yashanganlar kutinish planining hammasini hukumatga do'g'it ketdi. Shunga u odatda maosh o'stirish, pensiya siyosati, davolanish to'liqlamasi, yordam to'liqlama puli qatorliq ushaq ishlarga eng ko'ngil biladi. Eng arzu qildig'ini bo'lsa, qayraganda hukumatning uningga vaqtida pensiya pulini berishi edi. Egilik tikilguchi dadasi bo'lsa, buningga qat'iy ishonmaydi. Uning qarashicha, agar bir odam maoshga beqinib qolsa, bilib bilmay o'rinlashib olg'a ilgirlashni to'xtab qoladi. Ham bular dal nomrodlikning eng muhim sabablari edi. Odam faqat o'zining iqtisodiy ahvoliga hamisha mas'ul bo'lib to'xtamay olg'a ilgirlaganda, ondan keyinlik turmushni haqiqiy kapolatga ega qilg'ili bo'ladi deb qaraydi. Uning o'z dadasi har zamon boshqalarga qanday qilganda qoyil qilarlik bir xizmat tarjimali yozishni o'rgatadi. Egilik tikiluvchi dadasi bo'lsa, uningga o'zining savdo plani va moliya plan jadvali tuzishni o'rgatadi. Har ikki dada vayron bo'lishni boshdan kechirgan bo'lib, uning o'z dadasi umidsizlik bilan "Qara, men hargiz boy odam bo'la olmaydi ekanman" deydi. Natijada u vayron bo'lish qaynimida uzun yil ko'rash qiladi. Egilik tikiluvchi dadasi bo'lsa, "Vayron bo'lish vaqtliq. Garchi mening bankida pulim qolmasimi, ammo mening yana nurg'un moliya boshqarish tajribalarim bor. Men yana boy hisoblanaman" deydi. Shunga u izchil boylarga xos ideya bilan harakat qilib, bir qancha oy ichida qaytadan qadini ruslaydi. Keyin uning har ikki dadasi olamda o'tdi. Uning o'z dadasi nurg'un bank qarz talonlarini qoldirib ketdi. Egilik tikiluvchi dadasi bo'lsa, necha 100 million dollarlik xayr-saxovat fondini qurib, yaxshi do'stlarining varislik qilishiga qoldirib, texmi ko'p boylik yaratdi. Bu yer kelganda, bu ikki dadaning pulga bo'lgan o'y fikrlari va qimmat qarashlari nihoyat aniq o'tirib qo'yilgan bo'ldi.
Yig'inchoqlaganda biri pulning ishiga kelganda yoki qimmat ko'rib yoki ortiqcha ko'rib qachatdi. Natijada pulmi uningda qachatdi. Yana biri bo'lsa, hamisha pulga ahamiyat beradi, ko'ngil bo'ladi va orzu qiladi. Ondan yuqori nishon belgilab uni qo'g'lashadi. Shunga oxirida pul uningga iqib keladi. Mushundaq pulga bo'lgan samimiy pozitsiyaning bo'lishi intayin muhim. Atrofimizda bunday kishilar nihoyat ko'p. Ular talantli, bilimlik, ammo nomrod yashaydi. Buning asosiy sababi nima? Amaliyotda yuqori saviyalik ziyolilarning u xil o'zini yuqori tutish, takabbur mijozi ularning taraqqiyotiga to'sqinlik qiladi. Real turmushda nurg'un kishilar hamisha savdogarlarga qarata tuvan ko'rish pozitsiyasida bo'ladi. Masalan, Abdur doim shunday kishilar bilan uchrashadi. Bir qatim u o'zining yangi kitob e'lon qilish yig'inida bir qism o'qirmanlarga imzo qo'yayotganda bir xonim uning yoniga kelib, uningda imzo qo'yish talab qildi va mundaq dedi: "Robert apandim, men sizning kitoblaringizni o'qib tugatdim. Nihoyat yaxshi yozilibdi. Ammo men ba'zi konkret maslahatlarga muhtoj. Hozir mening ahvolim bundaq. Mening ingliz tili adabiyoti bo'yicha doktorlik unvonim bor. Shundaqdimi yana universitetda davomli bilim yeyapman. Ammo yaqinda ajrashib ketdim. 2 bolam bor. Iqtisodiy ahvolim intayin nachar. Banka mening uyimni qaytarilish oldi turmoqda. Men bolalarim uchun ularning uyimni ilib ketishiga yo'l qo'ymasligim kerak. Bolalarimning ko'chada qolishini xohlamayman. Undaqda men hozir o'zimning iqtisodiy ahvolimni qanday yaxshilashim kerak?" Robert anglagandan keyin mundaq dedi: "Ha, sizning ingliz tili adabiyotining doktorlik unvoningiz bor, shundaqmi? Bo'ldi. Amsa hozir siz eng yaxshisi setish xizmatidan birini tepib ishlang. Mashina yoki uy degandek har qanday narsani sotsangiz bo'ladi." Bu gapni anglagandan keyin xonim partilab: "Nimda siz? Mening doktorlik unvonim bor. Adabiyot sohasida yuqori natijalarim bor. Siz meni mol sotquchi bo'lishga undadingiz. Men sizni samimiylik bilan maslahat so'rsam, nimishqa meni bunda haqoratlaysiz?" Robert ahvolning to'g'ri emasligini ko'rib, nihoyat tezlik tushundirib: "Demoqchimanki, siz setish xizmati orqali oldi bilan o'zingizni qanday o'rab, qanday setib chiqarishni o'rganishingiz kerak. Sizning unvoningiz hozir Amerikadagi 99.9 odamda eshib ketdi. Bu sohaga texmi cho'nqurlab kirishning ahamiyati yo'q. Siz o'zingizni setishni boshlashingiz kerak. Agar men siz bo'lgan bo'lsam, kunduzi setish xizmati bilan shug'ullanib, kechda yozmamni yozatdim. Oxirida o'zimning asarlarini setib, pul tepib, uzun qolmay beyib ketatdim" dedi. Shunda bo'lsa-mu, bu xonim yana tushunolmadi va xafa holda Robertga o'zining doktor ekanligini, setish xizmatini qilishni xohlamaydiganligini aytdi. Robert amalning yo'qligini ko'rib, kitobni ko'rsatib so'radi: "Qarang, bu kitobdagi ismimdan keyingi so'z nima?" Xonim eng ko'p setilgan kitob avtori ekanligini aytdi. Robert mundaq dedi: "Shundaq, men eng ko'p setilgan kitob avtori. Men Nobel adabiyot mukofotiga hargiz erisha olmayman. Mening saviyam sizchilik emas, ammo men nurg'un kishilarga yordam qila olmayman va nurg'un pul topa olmayman. Endi siz nima qilishingiz kerakligini bilgansiz." Bu misoldan biz oz deganda ikki narsani ko'ra olamiz. Biri, nurg'un kishilar o'z sohasida uzluksiz ilgirlaydi. Xuddi faqat mahsulot chiqarishni bilib, qanday bozorga silishni bilmagandek. Yana biri shuki, nurg'un kishilar qalbida savdo qilg'uchilarni tuvan ko'rdi. Ularning pul tepishni tuvan darajadagi ish deb qarab, qalbida rad qiladi. Shunga pul tabiiy ularga yaqinlashmaydi. Nimishqa bunday o'rtaq ro'yi holat kelib chiqadi? Cho'nqurlab o'ylaganda, u maktablardagi moliya savdo darslarining kamtukligidan kelib chiqadi. Shunga diqqat qildingizmi? Mayli Robertning o'z dadasi bo'lsin yoki adabiyot fanlari doktorlik unvoniga erishgan xonim bo'lsin. Ular intayin aqlli kishilar, terapilik va sistemlik maktab tarbiyasi olgan. Ammo oxirida ularda shakllangan ideya bo'lsa, pul molga o'zini urmaslik ideyasi. Chunki maktablar mushkil ideyani singdirdi. Endi oliy ma'rif ololmaganlar, ya'ni Robertning egilik tiklovchi dadasiga o'xshashlar bo'lsa, bozor raqobatida urilib, so'qilib yurib, qazonlarda qaynab yurib, o'zlarining moliya engini uzluksiz chiniqtirdi. Shunga ular uchun qonunli pul tepish hargizmi nomus ish hisoblanmaydi. Oxirida shirkatlarni quralaydi. Maktabdan chiqqan ashu sarxillarni xizmat fursati bilan ta'minlaydi. Amaliyotda mayli siz bozorda tavlining yoki maktabda to'liq tarbiya olgan bo'ling, o'zingizning moliya engingizni yetildirish intayin muhim bir iqtidor. Moliya engini aql engidek o'lchab chiqilib bo'lmaydi. Hissiyot engidek his qilib olib bo'lmaydi. Ammo moliya boshqarish engining bo'lishi odamning qiyinchilikdan qutulishdagi eng muhim iqtidori hisoblanadi. Maktabda bularning o'rgatilmasligi uning muhim emasligidan derak bermaydi. U faqat ma'rif sistemasining mag'lubiyati xolos. Moliya boshqarish engini qancha tez o'rnatsangiz, moliya erkinligiga shuncha tez erishsiz va hayotingizni kontrol qila olasiz. Ikkinchi qism. Undaqda moliya boshqarish engini qanday yuqori ko'tarish kerak? Robertning egilik tiklagan dadasi uningga nimalarni o'rgatdi? Yig'ib aytganda ikki nuqtasi bor.
Birinci nokta. Baylar pul üçün işlemaydı. Çünkü baylar azgına pul üçün özünün vakti ve emgekini satmaydı. Namratlar şundaq qıldı. Baylar bolsa zihnini öz kəsbiga berdi. İşlesimi faqat vaqtliq özünün ösüp yetilişi yoki arzusi üçün işleydi. Hergizmi hayat qilish üçün özünün vaqtini satmaydı. Egilik tiklügüçi dadısı Robertqa çaşqanның misalını sözləb bergen. O mundaq degen. Köpünçe an'anaviy ma'rif algan kişiler, gerçi hemmisinin ahvali har xil bolsunmu, amma umumiy jihatdan qarasangiz, hayron qolarliq o'xshashlikqa ega. Ya'ni o'ttira burjuaziyaning alayligini namoyon qilgan. Masalan, kichigidan boshlab yaxshi o'qigandilar, ondan yaxshi xizmat topa oladiganligini aytgan. Natijada ular xuddi bir chashqan, bir qabazning ichida to'xtamay yugurgandek o'qish bitirib, muqim bir xizmat tepib, to'y qilib, bolaliq bo'lgan. Ularning xizmatlari balki doktor, advokat bo'lishi mumkin, ammo olgan maoshi uy kirasi, mashina kirasi va bolalarning o'qish uchun aron etidi. Texim yaxshi bo'lish uchun texim tirishidi va o'sib maosh qaytilganda bo'lsa, boshqa chiqimlarim ortishga boshlaydi. Teximi ko'p boj topshirdi. Teximi ko'p istaklari bo'ladi va teximi ko'p bank qarz kartalarini ishlatishga to'g'ri keldi. Teximi ko'p qarzga bo'g'ilishga boshlaydi. Shuning bilan teximi tirishib ishlashiga to'g'ri keldi. Va ayni qapazdagi chashqan to'xtamay qapaz ichida yugurgandek, bek tirishayotgandek ko'rindi, ammo qirdan osha olmaydi. Undaqda bu chashqan musobaqasining to'ziqidan qanday qutulishimiz kerak? Aldı bilan o'zimizning qo'rqimiz va istikimiz bilan yuzlashib, ichimizdan qo'rqmaslikni va kichik manfaatlar uchun aldanmaslikni o'rganishimiz kerak. Qarang, ko'pincha kishilarning sirtda xizmat qilishi amaliyotda pulning yetarli bo'lmasligidan, chiqimlarni to'layolmasligidan, ishidan ayrilib qolsa qayta ish topa olmasligini ansirashdir. Shunga oxirida pulning quli bo'lib ketadi. Bu xil andishdan qutulish uchun ular odatda emgakini nihoyatda arzon bahada setib etadi. Amaliyotda nurg'un kishilarning yaratgan qimmati, qilgan xizmatidan texmi ko'p qimmatga egadir. Robert va uning do'stining bu xil andisha va istakdan boldur qutulib immun kuchiga ega bo'lish uchun uning egilik tikluvchi dadisi ularni nihoyatda boldur tarbiyalashga boshlagan. Boshda ularga ozroq pul berib ishlatgan. Bu ishga kichik bola intayin xo'shal holda ularga berilgan. Har soatda $1 pulga ishlagan. Bir mezgil o'tgandan keyin uning egilik tikluvchi dadisi: "Agar sizlar soatiga $1 maoshini saqlab qolmoqchi bo'lsanglar, bo'ladi, ammo haqiqiy mahorat o'rganolmaysizlar. Sizlar texmi ko'p pul tepishni xohlamsizlar?" deb so'ragan. Ikkisidan ha degan. Dadisi: "Undaqda buningdan keyin ishni bekorga qilsizlar. Men $1 mi vermayman. Ammo sizlar mendan qanday ish qilishni tanlay olasizlar. Har bir ish bir mahorat talab qildi. Bu mahoratlar birlashsa bir egilikni tashkil qildi. Sizlar oldi bilan nima kasb bilan shug'ullanishni xohlaydiganlarni bekitishinglar kerak" dedi. Ikki kichik do'st yarim kun maslahatlashib, oxiri o'zlarining boshqalarga rasmlik hajviy kitob oriyat bergan bir kitob do'koni ochqisi borligini aytgan. Bu vaqtda egilik tikluvchi dadisi ularni sinash uchun qo'shnisining o't cho'plarini kesish kerakligini, uning uchun soatiga $1 topa oladiganligini aytib, berishni xohlamasligini so'raydi. Ikki bola uzoq o'ylashib, hech nima demaydi. Dadisi soatiga $2 bo'lsa-chi deb so'raydi. Bolalar yana sukut tuturdi. Oxiri $5 bo'lsa-chi deydi. Robert oxiri sukut qila olmay, "Biz yana hajviy rasmxonamizni ochmoqchi" deydi. Dadisi buni ko'rib, bolalarning ozdirishga qarshi turganligini aytadi. Robert bu voqeani boshdan kechirgandan keyin kelgusida boshqalarning qanchalik ish haqi bilan ozdirishdan qat'iy nazar faqat o'zining erishmoqchi bo'lgan natijaga va ishiga markazlashganligini, o'zining bu ishdan qanchalik mahorat o'rganoladiganligiga ko'ngil bo'lganligini eslaydi. Uning uchun o'rganish va o'sib yetish xizmatining asosli harakatlantirgich kuchiga aylangan edi. Bu nuqtada dal andisha va istakning ta'sirida ish qilgan odamlar bilan tubdan farqlanadi. Bu egilik tikluvchi dadasining uningga o'rgatgan tunji ishi edi. Hamisha o'zining o'sib yetilishi uchun yugurishi kerakligini, hargizmi qapazga qapsilib qolgan chashqandek yugurmasligini o'rgatgan edi. Ikkinchi ish bo'lsa, mulk bilan qarzni farqlantirishni o'rgatish. Siz bu masalani pek oddiy deb o'ylashingiz mumkin, ammo amaliyotda ko'pincha kishilar mulkning nima, qarzning nima ekanligini farqlantira olmaydi. Masalan, agar mashinangiz bo'lsa, siz buni sizning mulkingiz deb o'ylashingiz mumkin, ammo amaliyotda unda emas. Mashina bir qarzga kiradi. Uni beqish uchun muqim xarajat sarf qilishingizga to'g'ri keldi. Robertning boy dadasi uning o'rgatgan ikkinchi darsi, ya'ni moliya boshqarishning birdan-bir qoidasi bo'lsa, mulk bilan qarzning farqini tepib chiqib, davomli mulk sotilishdan iborat bu hukm nihoyat oddiydak tuyuldi. Ammo nurg'un kishilarning yengida bu hukm yo'q. Ko'pincha kishilarning yengidagi hukm bo'lsa, tapqini qancha ko'p bo'lsa, xarjligini shuncha ko'p bo'ldi. Ular bilib bilmay nurg'un qarz setib oldi. Oxirida iqtisodiy ahvoli nacharlab ketdi. Masalan, atrofimizda doim bunday ishlar bor. Bir odam tuyuqsizla o'yilmagan bir mablag'ga erishidi yoki mirosga erishidi. Boshda u nihoyat qaltis turmush kechirgan bo'lishi mumkin, ammo bu kishining qalbisida faqat iste'molli bo'lib, mablag' silish bo'lmaganda uzun o'tmayla u asli holatiga qaytib keldi. Bu tipik nomracha
tefekkür. Bu xil tefekkür adeti bar kişiler her qancha pul topsa-mu, yanıla namrat qoladi. Undaqda baylar qandaq iste'mol qildi? Ular aslida mülk setib oladigan pulni hargizmi qarz setilishga ishlatmaydi. Agar ular turmush sifatini yuqori ko'tarmoqchi bo'lib, bir qism mashamatlik buyumlarni setib olmoqchi bo'lsa, cho'qim mülkdan topgan pulni ishlatib setib oldi. Undaqcha aytganda, ular oldi bilan pulni topadigan bu xil sistemini barpo qilgandan keyin ondan iste'molni o'ylashidi. Mülk setilishga kelsak, mülk degan nima? Uy mülk, pay cheki, mablag', zoyum qatorlarning hammasi hisoblandi. Agar bozorga diqqat qilsangiz, nurg'ulg'an qimmati oshadigan, yoshirin kuchga ega mahsulotlarni topa olasiz. Nomratlar odatda muqim mülk setib olmaydi. Bir tarafdan ular ho'run, bu uchurga diqqat qilishni xohlamaydi. Xohlasimi, uchinchi taraf mablag' silish organlarini izlab, hamma pulni ularga topshirib yetadi va aldanib qoladi. Bu dal nomratlarning nima uchun yanıla nomrat qilishining tub sababidir. Baylar bo'lsa, o'zidagi har bir parcha pulni xuddi o'zining askarlaridek, xuddi bir armiya qurgandek har zamon ularni o'zi uchun pul topqili soladi. O'zi bo'lsa yangi bir nishon uchun otlandi. Nomratlar bo'lsa, bu bosqichlarni qurish va ijro qilishga kuchi yetmayla qolmay, yana o'zining iste'mol istekini bosolmaydi. Qanchalik puli bo'lsa, hammasini xarajatga kelib ketadi. Bu dal ularning tub farqi hisoblandi. Shunlashqa Robert o'rgangan ikkinchi dars bo'lsa, qarz bilan mulkni farqlantirish va o'zining iste'mol istekini kontrol qilishni bilish. Ya'ni pulni topadigan holatga keltirgandan keyin ondan iste'molni o'ylashdir. Mana bu moliya boshqarishning eng to'g'ri usuli demakdir. Endi xulosalsak, bular bo'lsa bu kitobda o'tirib qo'yilgan ikki yadroliq nuqtadir. Balkim siz uni sal oddiy deb o'ylashingiz mumkin. Amaliyotda oddiy ko'ringan ishlar mohiyatni ko'rsatib berdi. Nurg'un kishilar bu kitobni sal ko'nirab qoldi deb qarashi mumkin. Abdur o'tirib qo'ygan usulni ayni vaqtida unumli bo'lgan bilan, ammo hozir vaqt o'tib ketdi deb o'ylashi mumkin. Amaliyotda to'g'ri bo'lgan moliya boshqarish ideyasi hargiz vaqtning o'tishiga ergishib o'zgarib qolmaydi. O'zgardigani faqat konkret moliya boshqarish usulidir. Bu kitob nurg'un kishilarning moliya qarashini o'zgartib, qanchalik bo'lsa hammasini xarjlab etishdan saqlab qoldi. Agar siz ilgari iqtisodiy qurilmangizga qilcha diqqat qilmay, butun kuchingizni ko'p pul tepishga qaratgan bo'lsangiz, kitob sizga bu ideyaning intayin xatarli ekanligini aytib berdi. Siz faqat to'g'ri bo'lgan moliya qarashni yetildirib, davomli mulk setib olib, qarzni azaytib, puldan pul tepishni o'rganish orqali ondan pul moliya erkinligiga erisha olasiz. Mana bir kitob anglab bo'ldingiz. Kelarki kitobimizda ko'rishaylik.